Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubormobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Gold, Alpin Gold. Erka bilan To'xtar Goldning zarba berishini ko'rib ustidan kuldi. Va qanday qilib lapa urishni unga ko'rsatdi. Biroq Goldning zarbalari kuchli va aniqligi bilan ajralib turadi. To'xtar Goldning tashqi holatini alohida video bilan yoritdi. Tirishib olmaydi. Bo'lsa kishini. Tirishgan uy tirishib qolmaydi. Qo'ysin orqaga. Gold esa o'zini qanday natijaga erishganligini aytib ham o'tdi. Shu zikni videosini million odamlar ko'rib, senga o'xshagan negativ fanatlar tomosha qilib o'tiribdi, ya. Voqealar rivoji tobora keskinlashib bormoqda. Mart oyida bo'ladigan jangda Gold jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. Qadrli do'stlar, videoni tomosha qiling va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Gold, Alpin Gold. Bo'la vermaysin, brat. Qo'lay olsin. Qara. Tirishib olmaydi. Bo'lsa kishini. Tirishgan uy tirishib qolmaydi. Qo'ysin orqaga. Uyingiz ish. Cep taslaydi ol. Cep taslaydi aç. Cebim şao. Uyingizde. Dinle dur. Çarçma artık da sen. Çarçma. Kitabi qani qattiq tepaman deyapti sandan deyapti. Sizlar baho berasizlar o'zlaringiz mujiki. Shunaqami? Ket, hozir ko'rasiz. Guvoh bo'ladi. Ketdi. Shu zikni videosini million odamlar ko'rib, senga o'xshagan negativ fanatlar tomosha qilib o'tiribdi, ya. Zik bo'lib, alhamdulillah Alloh berib qo'ydi. Sen ko'chaga zikam bo'la olmay, xor bo'lib yuribsan, alhamdulillah. Yana damlishni shunday bo'lib o'lib ketasan sen. Kaza yibani. Bitti.
Ha!